Assalamu alaikum bütün dünyanın her qaysi yerlerindeki suyumlu qarindaşlarımız. Ben bugün intayin mühim meseleler toğrusida söz qilmoqchi. Bunaga majbur bo'lib qoldim. Şu sözümni bütün dünyadaki Şarq Türkistonlik qarindoshlar anglagan qadar taqib qo'yishinglarni umid qilaman. Men bilaman, meniki mushu Şarq Türkiston mustaqillik da'vo yo'lida qilgan har bir faoliyat, har bir sözümni taqatgan kishilarningki şu hamon boshqalarning qarshiligiga uchraydiganligini, boshqalarningki haqoratlashga uchraydiganligini, boshqalarning ularni engellab buning narsasini taqatma, Abduli Buğraxonning narsasini ishonma deydigan nurg'unlagan dushmanlikning bo'lganligini bilaman. Bu mesele yıllardan beri bo'layotdi. Ama Allah razı olsun suyumli xalqimiz, vatansuvar, millatsuvar qarindoshlarimiz Allohga shukr yana bizningki shuncha bo'la qarshilik bo'lsinmi, tuhmat iftirolar bo'lsinmi, yana bizningki qilayotgan ishlarimizni taqib kelyapti. Allah sizlarga razı olsun deyman qarindoshlar. Suyumli qarindoshlar, biz tunigun Alloh taolaning yordami bilan Ak Partiyaningki cho'ng yig'ini qatnashdik. Bu yig'inga ko'plagan qarindoshlarimiz kelib qatnashgan bo'ldi. Türkiye'nin ay yıldızlık bayraqı bilan Şarq Türkistanning bayraqı beraber lepildigan bo'ldi. Biz u yerda Cumhuriyet yordamchisi, yani Recep Tayyip Erdoğan'ның yordamchisi ve u yerdagi milletvekillerle görüşdük. Görüşüş orqali bugungi Türkiye'deki Şarq Türkistan davası hem Şarq Türkistan'daki umumi ahvalimizni qisqacha anlattık. Suyumli qarindoshlarimiz, vatanimiz Şarq Türkistan'da bo'layotgan ishlar demasakmi hammalarga ma'lum. Ama Türkiye'deki bir mesele var. Biz Türkiye'de namoyish qilayotgan, Türkiye'nin hem şehirlerde qilayotgan bu qarindoshlarımızın hakikaten bir mağdur ekanligini, bularning ata-ona urug' tuqqanlariniki hakikaten Xitoyning o'tirim lagerlarida ekanligini, hatto Kemin qarindoshinglar Abduli Buğraxonning mu cho'ngdarsining tajovuzchi Xitoylar tarafidan şehit qilinganligi. Mening cho'ng dadam Abdulmut hocamning yoshlik barininki Xitoyning turmusida behuda o'tib ketganligi. Hem ustozim Mirzayat Kerimninki, yozuvchi ustozimiz Mirzayat Kerimning mu 80 dan oshganda Xitoy turmusida shehid qilinganligi. Ustozimiz Muhammad Salih Damonlamninki mu Xitoyning turmusida 80 dan oshganda shehid qilinganligini bir anglatdik, hem qo'l yozmamizga yozib evatgan bo'ldi qarindoshlar. Ana şuna o'xshash atrofimizga Uyg'urlarning oilasininki, urug' tuqqanlarininki Xitoyning turma lagerida ekanligini, ularning bir haq egasi ekanligini, bularning zulmiga quloq berish kerak ekanligini, uningga loyiq bir cho'zim bo'lish kerak ekanligini anglatdik. Hem Turkiyadagi cho'nglarninki, Recep Tayyip Erdoğan'ning davlat boshlig'ininki siyosatning bizda yaxshi bildiganligini, bizda yaxshi yo'lni ko'rsatib bera oladiganligini, biz eng to'g'ri yo'lga yeteklay oladiganligini, shuning uchun bizga bir yo'l ko'rsatishini talab qildi qarindoshlar. Hem ondan başka Türkiye'deki Uygurlarga vatandaşlık beriliş meselesini Allah razı olsun. Yani 1500 kişi 400'den ailege vatandaşlık berildiğanlık doğrusunda haber geldi. Hem bunu başladı Allah razı olsun qarindoshlar keyingi dönemde. Biz muşu meselelerini texiden mi yaxşı şekilde biz arkalık emas, ma'lum dernek teşkilatlar arkalık emas, Türkiye devletinin bivasite göçede artık baş uğuzup halkımızını şu arkalık vatandaşlık berişini talep kıldık. Çünkü bunun keyinki Uygurlar bivasite baş uğuğa vaxtıda hiç kim vatandaşlık ikamet banası bilen pul tapanmaydıganlığı, bu yolunu can bekişten yolu kılanmaydıganlığı, şunun için halkımızın bivasite berip baş uğraşını talep kıldık. İnşallah bu işlerimiz eminleşir dep oylayman. Hem bundan başka bolsa, şu Türkiye'deki uzun dönem ikameti olan qarindoshlarning vatandaşlık umusumu uzun dönem ikametini Türk vatandaşlık aylandırıp için talep kıldık. Bunda qilgan vaqtida nurg'unlagan avarchilikdan qutulib qala olamiz, biz mi qutula olamiz, hem Türkiye devletimi bunun da avarchilikdan qutula olaydi qarindoshlar. Allah niyetimizga, maqsadlarimizga yetkazsin. Ama ahiri deydigan bir yerim bor, suyumli qarindoshlarimiz. Şarq Türkistan davası bütün dünyada bir xil qo'zg'alish bo'layotdi. Biz bunu yıllardan beri bütün dünyadaki Uygurlarning qo'zg'alib ketishini uxlaydigan vaqtimizdan o'tib ketganligi, har bir Uyg'ur Sharq Turkistonlikninki kechkunduz bu da'vo uchun bir kishilik to'kib chiqish kerakligini da'vat qilgan edik. Ham buni biz 2017'de Antalyadan Anqaraga piyoda mangan kundan tortib ta bugungacha anlatib keldik. Lekin xalqimizningki ma'lum bir qismlarining qo'rqanchiqligi, ma'lum bir qismning yana vatan ketaman deydigan nishonning bo'lganligi, ma'lum bir qism xalqimizningki bir to'r maydoniga chiqib endi bir da'vo qilay deb chiqishi bilan qarshi tarafning ma'lum bir qism tashkilotlar biz
biz bilan birga olmadi, bizni qo'llamadi deb uning qaralishi bilan bu da'vo yo'lidan nurg'un tuhmat iftiraga uchqab, da'voga kirilmasligi sabablari bilan bütün xalq umumatan uyg'onolmadi, qo'zg'alanmadi, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun harakat qilolmadi. Ma'lum bir qism kishilar pardaning orqasida turib ish qilay dedi. Ma'lum bir qism kishilar biz iqtisodimizni chiqaraylik dedi. Ma'lum bir qism kishilar o'z nomsiz holatda qo'lyozma orqali bu da'voni anglitay dedi. Ulug'im bo'libdi dedik. Chunki pardaning keyindan adam lozim, to'g'ri iqtisod lozim, hammasi lozim. Alloh razı olsun. Men qandaylikim bo'lmasin, Alloh ko'rib turdi qarindoshlar. Bir kishilik to'kpamizni qatayli. Suyumli qarindoshlar, hozir qaraydigan bo'lsak, Qozog'istonda, Yevropada, Turkiyada da'vo yaxshi ketib boradi. Alloh razı olsun. Bunday bo'lish kerak. Ammo bu yerda bir masala bor qarindoshlar. Bunga biz intayin diqqat qilishimiz kerak. Bu masala nima masala degan vaqtimizda mushu namoyish qilgan vaqtida Sharq Turkistonning bayrog'ini chiqarishga qarshilik qiladigan bir masala. Sharq Turkistonning bayrog'ini chiqarishga, ya'ni ko'k bayrog'imizni chiqarishga qarshi turadigan bir masala. Biz buni qarshi turishimiz kerak qarindoshlar. Chunki bu ko'k bayroq Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining qurg'uvchisi ustozimiz Sobit Damullomninki omonat miros bayrog'i. Biz bayroqsiz millat emas, cho'qim har yerda bizning bayrog'imiz bo'lishi kerak qarindoshlar. Ana Sharq Turkiston Cumhuriyeti ham Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti nurg'unlagan qarindoshlarimizning issiq qon to'kishi bilan, shahid berishi bilan qurilgan. Biz şu Sharq Turkiston Cumhuriyeti ve İslam Cumhuriyeti varisi qilish uchun 3-qatimliq Cumhuriyetni qurish uchun yo'lga chiqqan Sharq Turkiston Cumhuriyeti Cumhur Reisi Abduvali Bug'raxon bo'lib, xalqimiz tarafidan sayildi bu yo'lni qilmayapmiz. Allah nasib qilsa, vatanimiz Sharq Turkistonni kim mustaqil qila olsa, vatanimiz Sharq Turkiston kim yo'l ocha olsa, vatanimiz Sharq Turkiston kim ko'k bayrog'ini tiklay olsa, shu Sharq Turkistonning haqiqiy shu vaqtga Cumhuriyet bo'ldi qarindoshlar. İnşallah. Şunu biz kılımızda bu meydanda meğabatımız. Allah niyetimizge maqsadımızga yetkizsin. Maqsad bu yerda maqam, obro' yüz emas. Maqsad vatanimizni mustaqil qilib, vatanimizdagi qiz ana ayollarimizni qutqizish qarindoshlar. Ammo qaraydigan bo'lsak, Xitoy eng cho'ng dushman bo'lgan. Xitoy eng o'chkiradigan, Xitoy eng yomon ko'radigan bu ko'k bayroq. Ay yıldızlı ko'k bayrog'imizni namoyishlarga chiqishdan cheklayotganlar kimlar qarindoshlar? Xato anlamanglar. Bu kişiler bilip bilmey Xitoyga setilib ketib qolgan. Yoki bilib Xitoyga setilgan kişiler. Shuning uchun kim bayrog'imizga qarshi chiqsa qarindoshlar, biz ularga qarshi chiqaylik. Biz bu bayrog'imizga qarshi chiqqan, mustaqilligimizga qarshi chiqqan kim bo'lishidan qat'iy nazar, urug' tuqqan do'stimiz bo'lsin buning qarshi chiqaylik. Chunki bayroqsiz millatga hech kim ega chiqmaydi. Vatansiz millat hech kim ega chiqmaydi. Biz bayrog'imiz bor. Ay yıldızlıq gök bayrak. Bizden vatanımız var. Vatanımız Sharq Turkiston. Şunun için qarindoshlar, biz nega barayli, namoyish qilayli, faoliyat qilayli, ko'k bayrog'imiz qo'limizda, yuragimizda, vujudimizda bo'lsin qarindoshlar. Mushu bayroq uchun qon to'kkan, jon bergan nurg'unlagan kishilar bor. Turkiyaning shuning uchun bayrog'i qizil, shehidning qini bilan bo'yalgan, bizning qinimiz ko'k. Chunki biz shehid bilan qini bilan bo'yalgan vaqtimizda inshaalloh biz vatanimizga, xalqimizga, millatimizga yuz kelarimiz qarindoshlar. Suyumli qarindoshlarimiz, yana bir masala bu yerda nima degan vaqtda biz tajovuzchi Xitoy kafirlariga qarshi da'vo qilyapmiz, shundami? Tajovuzchi Xitoy kafirlariga qarshi da'vo qilyapmiz. Hargiz Turkiyadagi soqchilarga, Turk askarga, Turk ordusiga qarshi bir ish qilmayapmiz. Chunki Turkiya bizning Türk devleti bizga ega chiqqan birdan bir davlat. Butun dunyoda hech qanday musulmon o'lkasi Turkiya qadar bizga ega chiqmadi. Chiqqan bormi sanab turaylik. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston. Turkiyaga o'xshash bizniki qon qarindoshimiz. Aşağıda biz Sharq Turkistonning ko'k bayrog'ini ko'tarib, mustaqillik uchun Turkiyada qilgan da'voni qila olamdik. Ko'chalarda minga olamdik. Minmaymiz. Hatto nurg'unlagan kishilarni vatan Sharq Turkistondagi chiqib Qirg'iz, Qozoq, O'zbekiston yashaganlarni Xitoyga evat vet qarindoshlar. Aşağıda qarindoshlar da'vat etdi. Va biz Turkiyaga kelsak bo'ldi, vatandoshlik olsak bo'ldi, iqomat olsak bo'ldi da'vat etdi. Türkiye'nin qimmatini talaftirib bo'lyapti. Biz bilinmayapmiz qarindoshlar. Navbatda biz Turkiyada soqchilar bilan qarshilashgan bo'lsa. Ya'ni mush Turkiya soqchilari ruxsat qilmagan shaklda, yo'l qo'ymagan shaklda ular qarshilik qilib, ular tortishgan, urushgan holatimiz bo'lib qolsa, shu hamon Xitoyga evat etdi qarindoshlar. Turkiya davlati Alloh rozi bo'lsin, sizlar bizni to'g'ri tushunib, Xitoyga evat u yoqda tursin, chiroyli qo'yib berib yetib bordi qarindoshlar. Biz buning qimmatini bilishimiz kerak qarindoshlar. Hem Türkiye kadar hiç kandak Müslüman devleti bizga ega chiqdimi yo'q. Misr satdi, Saudiya satdi, Dubay satdi. Allah razı olsun. Biz Türkiye'de hem Türkiye bir Müslüman devleti, bir Türk devleti bo'lish sifati bilan bizga mushunchalik imtiyoz berib o'tir qarindoshlar.
Qarindoshlarimiz Saudiyada, Dubayda, Misrda yashayotgan qarindoshlar qanchalik vatandoshlik beryapti? Turkiya vatandoshlik beryapti. Yashash imkoniyati beryapti. Da'vo qilsak yo'l qo'yapti. Buni qaysi bir davlat qilyapti? Biz Turkiyada saqchilar bilan bo'lgan qarshilashish, bu namoyishni Saudiyada, Dubayda boshqa davlat qilib qali, shu hamon bizlar Xitoyga evatib o'tir qarindoshlar. Biz eng qadrlaydigan, eng suydigan, eng qimmatini biladigan davlat Turkiya davlati. Biz Turkiyaningki qonuniga, Turkiyaningki saqchilarning, askarlarning ko'rsatgan yo'liga rioya qilgan shaklda bu da'voni qilsak biz davom qila olamiz qarindoshlar. Ammo Alloh saqlasin, biz ichimizga hozir tajovuzchi Xitoy kafirlar ba'zi bir munofiqni silib etdi. Hatto beshimizga Amerikadagi bu FETÖ'chi Turkiyaga dushman bo'lgan xoinlar bizning ba'zi bir siyosatchilarni Xitoyga qarshi emas, Turkiyaga qarshi qo'llanyapti qarindoshlar. To'xtamay Erdo'g'onni ayiblaydi, Erdo'g'onni tillaydi, Erdo'g'on qarshi chiqadi. Davlat bog'chiligi qarşı çıkıdı, bizge igi çıkmadı, söz kılmadı, digene bana kalıp qarindoshlar. Suyumli qarindoshlarimiz, biz bu uyanning farqini bulaylik qarindoshlar. Hatta ki dedi ki, biz Türkiye'den başka yer yaşayan onda köz çıkmasın degan açıklamanı Kayseri'de qildi qarindoshlar. Kayseri'de turib, biz bu Türkiye'de yaşamaylı Recep Tayyip Erdoğan bir yani köz çıkpa, biz şu yer yaşaylı degan gapni qilardik qarindoshlar. Biz o'ylab baqaylik. Türkiye'den başka bardaga yerimiz bormi? Bormi? Qirg'iz, Qozoq, O'zbekistonga borsak Xitoyga yo'l qo'yib qo'ysa, Misrga borsak, Saudiya, Dubayga borsak Xitoyga yo'l qo'yib qo'ysa, biz nega boramiz? Ana ashin degan kishi o'zini borsin qarindoshlar. Ashin degan kishi o'zi borsin qarindoshlar. U chunki o'zi Uyg'ur emas, yo Turk emas, Afg'onistonda tug'ilib, cho'ng'ilib, kiyagechga Uyg'urchani yozolmaydi. Uniki Uyg'ur dadi yo'q, Sharq Turkiston dadi yo'q, Turkiya dadi yo'q. U nadim pul olsa shu yana gapini qilib, biz millatni bugunga setib keldi qarindoshlar. Setip geldi hem halkımızı böldü. Hazır bütün dünyada bir uyan oyunlavatdı. Biri Türkiye'nin Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan'a devlet bahçelerini, Şarkı Türkistan bizni karlama kampanyası yapıyor qarindoshlar. Karlavatıdı. Bütün turlar qaraysanlar Recep Tayyip Erdoğan'a devlet bahçeliğe Kemin Abdüveli Buğraqan'a Şarkı Türkistan halkı nurgulluğun qarlashlar va qarindoshlar. Bu karlama kampanyasının kendi kim var? Biri tajavuzchi Xitoylar var. Yana birisi kim var? Yani biz ana shu FETÖ'chi xoinlar var. Bu FETÖ bilan Xitoy bir qarindoshlar. FETÖ Amerika tuğan bilan Xitoy bilan birlam qarindoshlar. Chunki Urimish qatliamida ba'zi Uyg'urlar bir FETÖ'de yordam so'ragan. Yordam so'ragan vaqtda FETÖ nima degan? Sizlar o'zinglar qarshilik ko'rsatmanglar. Xitoyda gunoh yo'q degan. Aşı FETÖ. Bu FETÖ xoin bugun Uyg'urlarni ishga bo'layotdi, ham Turkiya davlatini ishga bo'layotdi. Shuning uchun biz FETÖ xoinning ham Xitoy Cumhuriyet Cevvatkan Şikapır'ın oyunak kelmesimiz gerek suyumlu qarindoshlar. Bu yani begona halkımız yığılaydı. Türk saqchilar bilan qarshilashib qaldingiz, besh oldingiz. Uluchu namash o'rinlashtirib qo'yib, yani chiqib pulni selib buni xejaydi qarindoshlar. Qanchaki Türk askarlar qarshilashsangiz, bu videoni taqatsangiz, kamerani taqatsangiz, Xitoy ko'ngilsiz ichida o'tirib, barqani ichida, cho'chqa go'shini yeydi, ishti go'shini yeydi. Shunda xushal keyfini suradi. Maqsad nima? Çünkü Uyg'urlar bilan Turkiyani qarshilashtirish. Bu paydani kim oladi? Bir FETÖ xoin oladi, birisi Xitoy kafirlar oladi. Yana paydani kim oladi? Ashu namash o'rinlashtirib qo'ygan bo'lib elib, ana shu Xitoylar ham FETÖ qo'llanayotgan, ashu munofiqlarcha pulni yanchiqsa deb xotin bolalar bilan hajlaydi. Qaysiga namoyish qiladigan bo'lsak, ayollar chiqibdi. Erlar nima uchun chiqmadi? Buni o'ylashdikmi? Namoyish o'rinlashtirgan Seyit Tomturkninki qaysirda eng az 50-60 urug' tuqqani bor. Urug' tuqqanlar nerede? En az yere mi çıkış gerekti? Dadısı nerede? Aksı nerede? Urug' tuqqanlar nerede? Nima uchun bular chiqmaydi? Suyumli qarindoshlar, bularning o'yiniga tushmaydi. Necha yildan beri nima ish qilibdi? Buni bir o'ylayli. Bütün mücahitlerimiz qarshi bo'lgan. Dünya Uyg'ur qurultayidek bir qurultay qarshi bo'lgan. Sharq Turkiston Cumhuriyeti bo'lgan bizga qarshi bo'lgan. İstanbullik ulamolarimiz qarshi bo'lgan. Mana mushundaq Seyit Tomturk hiç zaman qarindosh Uyg'urlarga manfaat yetkazmaydi. Kayseri'de Uygurlar'ın netçiliğinin adı da onluğun Uygurlar'ın türümlük sulatkan aşkar halette. Netçiliğin Kayseri'de qarindoshlarimiz hala ikametini alanmayotır, vatandaşlık uyakta dursun. Suyumlu qarindoshlar, bu bo'lsa bir Uyg'urning dushmani, Sharq Turkistonning dushmani, Turkiyaning dushmani, FETÖ xoinlar qo'llanadi. Ayni vaqt Xitoymi qo'llanadi qarindoshlar. Balalarning Xitoydan akirib mal sotganligi, zaytun burun tutilib qolganligi apga harom mollar. Bu yolg'on emas. Yolg'on deb bir qatim maydonga chiqanmir qarindoshlar. Ba'zanlar deyishinglar mumkin qarindoshlar, bu yerda Almanyada Vatan Partiyasi deydigan Xitoy qurib qo'ygan kommunist partiya bor.
Onun doğu prinçik var. Yani okşaş. Xitayning adamı komünist. Elbette Xitayning depini çaladi. Bunun bilan ikkisinin qarshiligi bor. Hergiz bu yerda doğu prinçik bilan Sit Tomturkning qarshiligi Sharq Turkiston bilan Xitayning qarshiligi emas qarindoshlar. Buni yaxshi olib olinglar. Doğu prinçik bilan Sit Tomturkning qarshiligi nima qarshilik desanglar qarindoshlar? FETÖ bilan, ya'ni Amerikadagi Turkiyadan chiqqan xoin FETÖ bilan Turkiyaning qarshiligi. Turkiya qarshi qo'llanyapti qarindoshlar. Shuning uchun biz bu qurbon bo'lib ketib qolmaylik. Bizning xuddi Osmonli vaqtida Abdulhamid xon qanday qildi degan vaqtimizda Abdulhamid xonni tushiramaymiz. Bizning maqsadimiz Osmonli emas degani bana qilib turib ba'zi pasha o'zining ichidagi odamlarni qo'llanib turib Osmonli davlatini yiqitdi. Abdulhamid yiqilgandan keyin Osmonli davlati yiqitdi. Bugunmi deganda bu xoin FETÖ'ning maqsadi Turkiyani ikkiga bo'lib, Turkiya xalqini bo'lib, bizning Sharq Turkiston davosini bana qilib turib, o'tirib ochib turib Suyumli qarindoshlar, Turkiya davlatini bo'lish. Shu orqali Turkiyani yiqitish. Alloh saqlasin. Alloh taolo Turkiya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ni qarindoshlar beshimizdan tushirmasin. Texadami kuchlandirsin. Alloh kuch bersin. Turkiya kuchlansa, Ozarbayjonga, Suriyaga, Falastinga yordam qilgan o'xshash, Ozarbayjonni Qibrosni fath qilgan o'xshash Sharq Turkistonning mustaqil kuchiga yordam qila oladi. Turkiya kuchlanmiz qarindoshlar, bizning ishimiz tas. Chunki buningdan burun Recep Tayyip Erdoğan kelishdan oldida Turkiya davlatida kishilar namoyish qilinmagan. Ko'k bayroqni ko'tarilmagan. Sharq Turkistonmi deganmagan. Burun kelgan Uyg'urlardan so'ranglar. Biz bugun ko'rganda Turkiyada erkin holatda, hatto Turkiyaningki faoliyatlariga majlislar kiryapmiz, davosimizni anglatyapmiz, Uyg'urlarga vatandoshlik beryapti, sharoit yashash imkoni beryapti, kundan-kun davoyimiz yaxshilanyapti. Turkiya kundan-kun bizga ishlanyapti. Turkiya kundan-kun yaxshilanayotgan sari dushmanlik olyapti. Turkiyani qaralash ham bizni qaralash kuchayyapti qarindoshlar. Shuning uchun bu o'yinga kelmaydi qarindoshlar. Sharq Turkiston davosi xuddi burun Abba Xo'jamga o'xshash Uyg'ur bo'lmagan satqin xoinlar bilan Sharq Turkiston vayron qilinganga o'xshash. Mana bugunmi shu Abba Xo'jamga avlod tug'gan, sap Uyg'ur bo'lmagan, Uyg'ur yozishni bilmaydigan, nasabini so'rash chiqsang, ya onasi darsi Xitoy chiqadigan yoki bo'lmasa boshqa bir millat chiqargan kishilar tarafidan bu da'vo buzilyapti qarindoshlar. Shuning uchun biz inshaalloh vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun sap bo'lgan, to'g'ri bo'lgan durust kishilar bilan mangaylik. Herkes saqchilar bilan qarashmayli. Qiziqqandan keyin ichmayli qarindoshlar. Mayli Turkiya dunyoning hamma Xitoyni o'ttirib o'tamsilan, chanib o'tamsilan, uramsilan, o'zlaringning ishi, erkinlik. Qo'limizdan kelsa buni qilaylik. Ammo lekin hergiz yashayotgan davlatda, mayli Turkiyada bo'lsin, qaysi davlatda bo'lsin, saqchisiga, askariga, mehmonchiga hergiz qarshi kelmaydi qarindoshlar. Saqchisini saqchimiz deb bilaylik, ordusini ordimiz deb bilaylik. Inshaalloh o'zimizningki davosini taqadimga yaxshi olib berishga harakat qilaylik qarindoshlar. Shuning uchun suyumli qarindoshlarimiz aqlli qo'laylik qarindoshlar. Qanday ish ulab ketishidan qat'iy nazar Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Mayli ota-onam denglar, mayli vatanim Sharq Turkiston denglar, mustaqillik da'vo yo'lida qarindoshlar samimiy, to'g'ri bo'laylik, u yerga uchib ketmanglar. Mushu saqchilar qarshi kim bir ish qilsa, pechidan tortib kelib nima deysa, Turk saqchi bilan bizning ishimiz yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Qo'g'dab mushar ish qilishni ruxsat. Sen nim Turk saqchini qarshilasa, nima uchun bundan qarshi gap qilsan? Deyli qarindoshlar. Sen kim deyli? Keynada kim bor deyli qarindoshlar. Shunga deyilgan gapim suyumli qarindoshlar, bundan keyin vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik da'vosi yaxshi ketib boradi. Buning buzg'unchilik qilgan hech qanday buzg'unchiga, xoinga, munofiq fursat bermaylik. Butun qarindoshlarimiz birlik, barobarlik ichida vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqil kuchi harakat qilaylik. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Oxirat deydiganim qarindoshlar, ba'zi bir to'plarda meni Abduvali Bug'ra Saram, Aqchi, Ko'ngilchi deydigan gaplarmi bor. Biz bu gap pisat qilmaymiz qarindoshlar. Peygamberimiz mi degan qarindoshlar, Mejnun degan biz Saran degan qarindoshlar, Sirgar degan qarindoshlar, Meddar degan, Medda qurq gaplar degan qarindoshlar. Peygamberimizni shu degan mushrik kafirlar ana bugun shularning varislari da'vatidir. Biz Peygamberimizdan keyin mana bu da'vo bizga cho'dganda Peygamberimizning miras da'vo, haq da'vo, vatan millat da'vosi. Alloh yo'lida vatan millatimizni qutqizimiz da'vatgan da'vo. Xuddi Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret qilib, yana Mekke'ye berib, o'zining millatini, o'zining vatanini qutqizib, Allohning dinini yuksaltganga o'xshash, bizim şu aynı yolda şu Peygamberimizin miras qilgan,
Atımız Oğuz Xan'dan, atımız Sultan Sütük Buğra Xan'dan, atımız Sabit Dəmoğlu'ndan miras qalğan mana bu davanı davam qilib kelyaptymyz qarindaşlar. Şunun üçün bu davany texidimi jallıq, texidimi yaxşı, texidimi güzel etbiriş üçünçü sağlam meňişimiz, sağlam buluşumuz, birlik, beraberlikde buluşumuz, bir-birimizge destek verişimiz, bir-birimizge yardam kılışımız, bir-birimizi kollaşımız, bir-birimizden süýüşimiz, bir-birimizden ayıpını yepişimiz, bir-birimizden kol tutuşumuz lazım qarindaşlar. İnşallah en ahirde deydiğimiz vatanımızga emeli hareket kılmaya turup bu müstakillikimiz kulumuzga kelmeydi. Şunun için vatanı kim açar ki? O açamikin, bu açamikin emas qarindaşlar. Vatanımız için yolunu biz açaylı. Birlikte açaylı qarindaşlar. Kol tutuşup açaylı qarindaşlar. Onundan bunun ümit kütmeyli qarindaşlar. Belki Hindistan'da yola çağlayımız, belki Japonya'da yola çağlayımız, belki Pakistan'da yola çağlayımız, belki Afganistan'da yola çağlayımız, belki Kazakistan'da yola çağlayımız. Bizge döwlet koşmagan nurgun döwletler var, imkaniyetler var. Hamma döwletler bilen birden görüşüşe başlaýatymyz. Xitay bundan korkabatyr qarindaşlar. Her xil döwletninki konsulsları bilen, baş elçisi bilen görüşäwatkanlygymyz üçin Xitay bundan korkaly qarindaşlar.